Assalomu alaykum, hurmatli oyijonlar. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Eng zo'r ma'lumotlarni mana men sizlarga berib boraman. Bugungi mavzumiz simfizit haqida. Simfizitni ko'pchilik bilishmaydi, homiladorlar bilishsa ham u haqida to'liq ma'lumotga ega emas. Simfizit shunaqa narsaki, mana tazinglar bor-ku, mana taz suyaginglar oldingi qismi mana shunda birlashgan bo'ladi. Mana shu simfiz birlashmasi deyiladi. Butun tanani og'irligi mana shu simfiz birlashmasiga tushadi. Ayniqsa homiladorlik vaqtida vesinglar yana ham oshadi. Homiladorlik 2-chi, 3-chi, 4-chi homila qancha homiladorlik ketma-ket bo'lsa, shunchalik bu simfizga nagruzka tushib boraveradi. Buni natijasida simfizdagi birlashma sekin ochilishni boshlaydi. U yerda paylar bo'ladi. Mustahkam paylar bo'ladi va tepadan bosim, ya'ni nagruzka tushganda ular sekin uzilib, bu yerda shish bo'ladi va ikkala suyak orasi ochilib qoladi. Ishoninglar, shunaqa og'riq beradi ayolga. Og'riqlar qanaqa bo'ladi? Yotayotganinglarda, turayotganinglarda joyinglardan u yoqqa, bu yoqqa o'girilayotganinglarda tazinglarda kuchli og'riq sezasizlar. Va ayniqsa imенно mana shu harakatlanayotganda keyin kuchliroq darajasida tazda qandaydir shilchoq deydi buni, qimirlash, siljish sezasizlar. Tazinglar ozgina siljib turadi. Yurayotganinglarda ham qandaydir siljish paydo bo'ladi. Keyin o'sha qovoq ustiga, qovoq pastrog'iga qo'linglarni bossanglar, u yerda qattiq suyak turadi-da. Qovoq mana yumshoq bosib keldinglar, yumshoq, qattiqdir pastrog'iga tushganinglarda qattiq narsani sezasizlar. Bu ana o'sha yerdagi suyak, simfiz suyagi. Shu suyakga bosganinglarda juda ham kuchli og'riq beradi. Yoki yengilroq darajasi bo'lsa, yengilroq og'riq beradi. Agar simfizit bo'lmasa sizlarda, shu suyakga bosganinglarda og'riq bo'lmaydi. Yana keyingi belgisi, mana yotasizlar, tekis yotib olasizlar, oyog'inglarni bukasizlar va oyog'i ochasizlar. Mana shu bukib ochayotgan vaqtinglarda ham tazda, o'sha qovoqqa ustida kuchli og'riq sezsanglar, bu ham simfizit belgisi bo'ladi. Eng yomon narsa nimada? Qo'rqmanglar, xavotir olmanglar. Simfizitdan uncha-munchaga nogiron bo'lib qolmaydi. Mana aytadi, nogironlikka olib keladi deb. To'g'ri, olib keladi, lekin juda ham kuchli ochilib ketganda. Odatda unaqa kuchli ochilib ketish ko'p uchramaydi. Endi simfizitni ochilib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Oyijonlar, bandaj taqish kerak. Bandaj taqib yuringlar va ko'pchilikni kichkina bolasi bor. Ham kichkina bolasini ko'tarib oladi, ham o'zi beremenni. 2 barobar nagruzka tushyapti, keyin kelishadi, qovog'im tinmay og'riydi, u yoq bu yoqqa harakatlansam og'riydi deb aytishadi. O'shaning uchun katta bundan avvalgi bolajoninglarni ko'tarib yurmanglar, og'ir ko'tarmanglar. Keyin og'riqdan azobini o'zinglar ko'rasizlar. Tushundinglar? Keyingisi o'sha aytganimdek bandaj. Bandaj rosa yordam beradi. Ya'ni bular og'ir ko'tarmasliginglar, bandaj taqishinglar simfizitni profilaktikasi. Simfizit bo'lmaysizlar. Yana profilaktikasiga tez tug'ib tashamanglar. Bu ham juda ham simfizitni kuchaytirib yuboradi. Keyin homiladorlikda katta ves olsanglar. Bu ham nafaqat boshqa suyaginglarga ham nagruzka tushiradi. O'shaning uchun birinchi homiladorlikdan yig'ilgan vesni kamaytirib, keyin ikkinchisiga harakat qilinglar. Ikkinchi homiladorlikka. Birinchisidan yig'ilgan qolib ketadi, ikkinchisiga yana homilador bo'lasizlar, ozolmaysizlar. Ikkinchisi ham yana ves qo'shadi, keyin umuman ozishga qiynalib qolasizlar. O'shaning uchun endi simfizitni davolashga nima qilish kerak? Mana simfizit bo'lib qoldinglar. Bunda birinchi navbatda sizlarga yotoq rejimi kerak. Yotasizlar, ko'proq yotishinglar kerak. Qancha stabilniy yotoq rejimi bo'lsa sizlarda tez bitadi. Qancha qimillab qo'ysanglar, yotib, yana ish qilib qo'ysanglar, unda bitishi kechroq bo'ladi. Aytishinglar mumkin, uyda ish ko'p, bolalarim ko'p, yana qaynota, qaynonam bor, kelinman deyishinglar mumkin. Ishoninglar, joninglar o'zingizlardan boshqa hech kimga kerak emas. O'shaning uchun o'zingizlarni ehtiyot qilganinglar yaxshi. Ertaga 40 ga, 45 ga kirganinglarda mana shu og'riqlar bilan doimiy qiynalasizlar va hech qachon hech kimga yoqmaysizlar. O'shaning uchun birinchisi yotoq rejimi qilamiz. Ikkinchisi
uzoq emas. Taxminan buni ginekologingiz yozib beradi va travmatologingiz yozib berishi mumkin. Taxminan 14 kun kalsiy preparatlarini ichishingiz mumkin. Uzoq muddat emas, qaytarib aytaman. Keyingisi kollagen kerak organizmga. Xohlasangiz xolodets yeng, tabiiy va arzonrog'i. Yoki men xolodets yemayman umuman desanglar, homiladorlar ichsa bo'ladigan kollagenlar bor. Ana o'sha kollagenlarni ichsanglar ham bo'ladi. Lekin xolodets va kollagenlarni har kun ichish kerak. Har kun yeyish kerak. Misol uchun xolodetsni har kun 100 gram или bir piyoladan yeb borish kerak. O'shanda effekt beradi. Va endi ozgina yurishinglarga to'g'ri kelib qolsa, albatta o'rninglardan turgandan keyin bandaj taqasizlar. Homiladorlikda simfizit bo'lib qoldinglar, u ochilgani, u kichrayishi mumkinmi? Ko'pchilik yo'q deydi, lekin kichrayishi mumkin. Agar sizlar men yuqorida aytgan narsamni to'liq bajarsanglar, u kichrayadi. Misol uchun 10 chiqdi, o'sha rejim bilan 8 ga, 9 ga, 8 ga, hatto 7 ga tushirish mumkin. Keyingisi homiladorlik kattalashgan sari ochilgan, mana sizlarda o'sha etiklik 10 ochildi, kattalashib borishi mumkin agar rejim qilmasanglar. Esimdan chiqqan narsa, agar o'sha rejimni qilsanglar, kichraymasa ham хотя бы 10 da turadi. Ya'ni kattalashib ketmaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, simfizit bilan kesarva bo'ladi deb o'ylaysizlar-da. To'g'ri, kesarva bo'ladi, lekin o'zini qat'iy ko'rsatkichi bor. Uning uchun 12 mm dan oshishi kerak. O'sha ochilgan joy. Ikkita suyak o'rtasi ochilgani o'lchanadi. O'sha 12 mm va undan oshsa kesarvaga ko'rsatma bo'ladi. Undan kichkina bo'lsa, o'zingizlar tug'asizlar. Endi bu ham yana nisbiy ko'rsatkich. Sizlarning bolajoninglar 4 kilo, 4,5 kilo da simfizit ochilgan, расхождение deyiladi. O'sha ochilgan qismi 11. Baribir ochilib ketish ehtimoli katta, chunki bola krupniy, katta bola chiqayotganida ochilgan joyi yana ham ochib o'tadi va sizlarni tug'ruqdan keyin ham simfizit juda bezovta qiladi. Odatda simfizitlar tug'ruqdan keyin tez o'tib ketadi. Shunda og'rig'inglar yo'q bo'lib ketadi. Srazi bitib ketadi, chunki sabab ketdi-da, nagruzka-ku bola. Bola suv, yo'ldosh hammasi chiqib ketdi, yengil bo'lib qoldinglar, srazi bitib ketadi. Ayrimlarda og'rib yuradi. Endi sizlarda bitib ketadimi, yo og'rib yuradimi, simfizit bo'lib davom etib bilmaysizlar. O'shaning uchun chilla saqlanglar. Chilla degani o'sha 30 kun, 40 kun yotoq rejimi qilinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, bolanglarni ko'p ko'taravermanglar. O'shanda simfizit to'liq yopilib ketishi mumkin. Ochilgan joyi, tushundinglar? Ba'zan ko'rganimizda xavotir olmanglar, hatto 2 santimetrga, ya'ni 20 millimetrga ochilib ketganlar ham tez yopilgan, chunki ular tug'ruqdan keyin o'zlarini ehtiyot qilishgan, ish qilib yuravermagan. Shu chillami, chillasida yotishga harakat qilishgan. Shuning uchun yana sizlarga qanaqa tavsiya bersa bo'ladi? Odatda ishoninglar, simfizit og'ruvlari juda ham kuchli bo'ladi. O'sha bilmay hozir mana imенно ko'rgan ayollarimizda o'sha og'ruv kuchayib ketsa, mana shu videomni ko'ryapti, lekin o'sha kechdi, og'ruvlari kuchayib ketdi, juda ham pik nuqtaga yetib qoldi. Unaqa vaqtda diklofenak svichalar, o'zi dorilarni ichishimiz juda ham noto'g'ri. Buni travmatologingiz yoki ginekologingiz aytadi. Shunda ham qisqacha ma'lumot berib ketaman, uni qabul qilish to'g'risida ular ko'rsatma beradi. Diklofenak svichalar, indometacin svichalarini qo'yib og'riqni kamaytirib turish mumkin. Chunki hattoki hojatga chiqqaninglarda o'rninglardan turayotganda ham juda kuchli og'riq beradi. O'shaning uchun oyijonlar, hali simfizit bo'lmagan oyijonlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Qaytarib aytaman, joninglar o'zingizlarga kerak va keyingi homiladorlikda ham sog'lig'inglar yaxshi bo'lishi kerak. Bitta narsa, sizlarda simfizit uchrayapti bu homiladorlikda. Mana shu rejimlarni qilsanglar, o'zingizlarni ehtiyot qilsanglar, yana tug'moqchi bo'lsanglar, keyingi homiladorlikda simfizit unaqangi bezovta qilmaydi. Bu homiladorlikda bezovta qildi, lekin e'tibor bermadinglar unaqa. Keyingi homiladorligingizda 2 barobar og'riq bilan homiladorlik qo'pol qilib aytganda azobda o'tadi, og'ruvda o'tadi. Tushundinglarmi? Salomat bo'linglar.